1975-yildan buyon dunyodagi semiz odamlar soni 3 barobarga oshgan. Bunga sabab nima? Taraqqiyotmi, ekologiyami yoki turmush tarzi? Aziz opa, marhamat, bu savol sizga. E'tibor bersak, 1975-yildan keyin rivojlanish ham bir necha barobar oshib ketdi. O'sha paytlarda insonlar oziq-ovqatni taqsilligiga, yetishmovchiligiga o'rganishgan va bizni miya ostimiz bolani ko'proq yedirish, turmush o'rtog'iga ko'proq ovqat dasturxonga tortish kerak deb o'ylab qo'ygan. Shundan keyin ota-onalar shirin choy ichirish, nonni ko'proq berish va ovqatni 3 mahal emas, undan-da ko'proq berishga o'rganishgan. Va hozirgi kunga kelib, insonlarning harakati cheklanganligi, ya'ni texnikaning rivojlanganligi, hammamiz avtomashinada harakatlanganimiz va piyoda yurishning kamaygan sababli ovqatlanish sonining ko'pligi, iste'mol qilinayotgan mahsulotlarni kaloriyalarini juda ham yuqoriligi hamda har bir oziq-ovqat kimyoviy tarkibli mahsulotlar bilan aralashtirilayotganligi, har doim ham foydali oziq-ovqat yeyishmayotganligi sababli insonlarda tana vaznining ortishi kuzatilib boryapti. Asosiy tana ortishiga sabab nima bo'ladi? Kaloriya ko'pligi va u kaloriyani energiyaga ajralishini kamligi bu tana vaznini ortishiga, ya'ni organizm o'zida ortiqcha zapas energiya uchun zaxira yig'ishga sababli tana vazni oshadi. Agarda biz iste'mol qilayotgan kaloriyani kamaytirib, ketkazayotgan energiyani ko'paytirsak, albatta tana vazni tushadi.